oyoqdagi yemirlar shu darajada katta bo'lib ketgan ekanki, sal qimirlasalar oyoqlaring tozi chiqib ketar ekan. Hurmatli obunachilar, faqatgina iltimos befarq bo'lmaysizlar. Qo'llaringdan kelgancha ehson qilinglar pastdagi kartalarga. Shu videoni maksimalni tarqatib qo'yinglar. Imkoniyati borlarga, yaxshilik qilaman deganlarga. Zakot, menimcha uy-joylarni ham ko'rdim. Zakot berishga ham menimcha eng tochkasi bo'ladi. Biz ham qo'limizdan kelgancha o'zimizni zakotimizni, o'zimizni ehsonimizni mana shu xonadonga beramiz. Chunki bitta o'zlarini emas, oilaviy ahvollarni ham men ko'zim bilan ko'rganim uchun menimcha juda joyi bo'ladi zakotni. Farzandingiz nechtasi bor aka? 3 ta farzandlari bor, voyaga yetmagan hech qaysi. Kichkinangiz necha yosh? 2 yosh. Kichkinalari 2 yosh, kattangiz-chi? Bittamiz 4-sinfda. 4-sinf. 4-sinf. U ham voyaga yetmagan. Menimcha zakotga qodir insonlar zakot beradigan joyi, ehson qiladigan joyi, inshaalloh buni hammasini ajrini Allohdan so'raymiz. Bandasi uchun qilayotganimiz yo'q, prosmotrimiz oshish uchun, aktivimiz ko'tarilayotgani uchun qilayotganimiz yo'q. Faqat Alloh uchun sababini qilyapmiz. Alloh uchun qo'ldan kelgancha yordam qilasizlar.